Kia'ning eng katta va eng qimmat modeli vodiy bo'yicha bitta EV9. Abdurahmon, qalay EV9? Bugun sotib qo'ydim. Nima deysiz endi? Endi bitta EV9 sotdimda kibrga berilmay aka. Bo'pti, iloji yo'q endi. Nima qilamiz endi? Sotdik. Mengacha bunaqa bolalar yoqmaydi-da. Kommentariyaga ochuvchi yozinglar. Kim bu yerda kibr? Menmi yoki Mahmudjon akammi? Abdurahmon deganlar like bosinglar. Ya уже kommentariy dedim aka. Kommentariy dedingizmi? Ha, bu. Abdurahmon deganlar like bosinglar degan. Avtomobilimiz shu holatda 2,5 tonna yukni torta oladi. Misol uchun Tahoe modeli ham 2,2 tonna yuk torta oladi. Monitorimiz 29,6 dyum displey. Ahamiyat bersanglar, bokovoylarimiz ham noodatiy tarzda jihozlangan. Avtomobilimizda yoqimli massaj, undan tashqari rol va siddeniya moslashish tizimi ham mavjud. 14 ta kanalli Meridian audio sistemasi bilan jihozlangan. Avtomobilimiz Continental brendi ostida 21 dyumli balon va diska bilan jihozlangan. 10% dan 80% gacha atigi 24 minutda. Shu foiz bilan 497 km yuradi. Joy o'zi bilan bagajning qismi 2400 litrgacha kengayadi. Undan tashqari oxirgi 3-qatorlari elektrический o'zi ko'tariladi.